Yadroviy kuchlar o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Yadro quroliga ega bo'lgan Hindiston harbiylari joriy yilning aprel oyida Bahalgam sayyohlik shaharchasidagi sayyohlarga qilingan halokatli hujum uchun qasos sifatida 7-may kuniga o'tar kechasi qo'shni Pokistondagi 9 ta nishonga hujum qildi. Hindiston armiyasi Pokistondagi terrorchilik infratuzilmasiga qarshi qaratilgan Sindur operatsiyasini e'lon qilib, yarim tundan keyin mamlakatning Muzaffarobod shahri atrofiga raketa zarbalarini yo'lladi. Hindiston Mudofaa vazirligi Pokistonda 9 ta nishonga jami 9 ta raketa zarbasi berilganini ma'lum qildi. New Delhi nishonlar Pokiston harbiy obyektlari emasligini alohida ta'kidlagan. Pokistonning hech bir harbiy obyektiga hujum qilinmadi. Hindiston maqsad va usullarni tanlashda ancha vazminlik ko'rsatdi deyilgan Hindiston Mudofaa vazirligi xabarda. Pokiston Mudofaa vazirligi Hindiston mamlakat hududiga raketa zarbalari yo'llaganini tasdiqladi. O'z navbatida Pokiston javob choralari ko'rilishini ta'kidladi. ANI agentligi ma'lumotlariga ko'ra, barcha zarbalar Hindiston hududidan yuqori aniqlikdagi qurollar yordamida amalga oshirilgan. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi ham zarbalar Hindiston hududidan amalga oshirilganini tasdiqladi va uning bayonotida New Delhi Pokiston suverenitetini buzishda ayblandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Hindistonning raketa zarbasi oqibatida Pokistonning Kotli shahrida 2 tinch fuqaro halok bo'lgan. Sharqiy Ahmadpur shahrida kamida 12 kishi jarohatlangan. Hindiston 2 masjidga ham zarba bergan. Keyinroq Pokiston Mudofaa vazirligi 8 nafar tinch aholi halok bo'lgani haqida xabar berdi. Sal vaqtdan so'ng Hindiston pozitsiyasi Pokistonning Kashmirdagi zarbalari tufayli 10 kishi halok bo'lgani, 48 kishi jarohatlanganini ma'lum qildi. Pokiston o'z navbatida New Delhining harakatlari ortidan 26 kishi qurbon bo'lgani va 46 kishi yaralangani haqida ma'lumot tarqatdi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, mamlakat armiyasi Hindistonning 5 ta qiruvchi samolyotini, jumladan 2 ta Rafaeli samolyotini urib tushirgan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif Hindiston hujumini urush harakati deb atadi. Pokiston Hindiston tomonidan joriy etilgan ushbu urush aktiga qat'iy javob berishga to'liq haqli va hal qiluvchi javob allaqachon berilgan deydi u o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Pokiston ham havo hududini 48 soatga yopdi va Hindistonning Kashmirdagi chegara hududlariga javob qaytardi. Mamlakat qurolli kuchlari Hindiston armiyasi brigadasining shtab-kvartirasiga zarba bergani haqida xabar berdi. Sharif Milliy xavfsizlik qo'mitasida yig'ilish o'tkazdi. Mamlakatning axborot vazirining ma'lum qilishicha, yana bir uchrashuv 8-may kuni soat 10:00 ga belgilangan. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi Hindistonning qilgan harakatlari yadro quroliga ega davlatlarni yirik mojaroga yaqinlashtirganini aytdi. Panjob pozitsiyasida favqulodda holat e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Hindiston va Pokiston o'rtasidagi mojaroning kuchayishini sharmandalik deb atadi va uning tezroq hal etilishiga umid bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning matbuot kotibining aytishicha, Guterresh Hindistonning harbiy amaliyotidan juda xavotirda. U har ikki davlatni maksimal darajada harbiy vazminlikka chaqirgan. Hindiston hukumati Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari vakillari bilan bog'lanib, ularga Pokistonga qarshi operatsiya haqida xabar bergan.